Shu kunlarda eng ko'p so'ralgan yana bir fasonimizni bichish va tikish jarayonini birga o'rganamiz. Asosan dazani qoralab chizib oldim. Endi bundan kelib chiqib, yelkadan tushgan klinni ko'rsatib beraman. Yelkani o'lchaymiz 13, yarmi 6,5, ya'ni 7,5 choq haqqi bilan belgilab olaman. Ko'krak balandligi mana 25, ko'krak oralig'i 9, albatta choklari bilan birga 9. Cm. Nuqta bilan birlashtiramiz mana. Va beldan 1,5 cm kirib olamiz. Manda 23, 24, 25, 26 yarim. Oldi kengligi manda 17, 18, 19, 20. Yelkasi umumiy 13 ida 14, 15 qilib belgilab olamiz. Ming ismlar ichra takrorlayman go'yoki hammasi tushga o'xshab ketar. Bu tushni ongimda ko'rganda Ko'rib turganingdek, old va orqa asoslarini bichib oldim. Endi bunga valanni bichishni va valanni joylashtirishni tikish jarayonini sizlarga ko'rsatib beraman. Aynan hozir valanni necha santimetrga tayyorlashimizni mana shu joydan o'lchab bilib olamiz. Oldi 41, orqani ham o'lchab olamiz. 37. 37 ga 41 ni qo'shib, valanni uzunligini bichib olamiz. Aynan shu markazdan 11 cm aylanib chizib chiqamiz. men bo'ldim yurgan izlaringni men topa olmadim esmi-ku. İshon sensiz bir Valanimizni kesib tayyorlab oldim. Endi buni chokka tikishni ko'rsatib beraman. Ko'rib turganlaringdek, old va orqa qismlarini, yelkalarini ulab oldim. O'rta chok mana ochiq qoldi. Endi mana shu joyga valanni joylashtirib chiqamiz. ham yashay olmayman. Beg'uborliging oldida bosh egam. Ulash jarayonida ikkita yelkamiz choklari teng kelishi shart. Saratonga soya, tunga oy kerakdek. Sen menga keraksan.